Biz miqdor qurish jarayonida bunday narsalarni uchratdik. Ya'ni dm xmr its integer dedim. Bu yerdagi men integer degan narsa, ya'ni asning oqisidagi halqiliq so'zning o'zgarishiga asosan oladigan qiymat o'zgartdi dedik. Integer deganimiz butun sonda. Ya'ni bu yerda xmr it deganimiz teng 0.56 desem bunun qiymatini necha qilib chiqarib berdi? 1 qilib chiqarib berdi. Shundaqmi? Tekst 1ninki teksti deganimiz teng xmr it deb bersam, hozir qiymat 0.56 mayag butun chiqmaydi. Va 1 ulab chiqdi. Ya'ni chunki bu 0.15 da eshib ketgandan keyin butunlab 1 deb elotdi. Bu yerdagini biz nim degan toq? Butun son degan toq. Integer deganimiz butun sonda. Unda bo'lsa, son tipliqlardan yana bunda qarab boqaylik. Long deydigan bir narsa var bu yerda. Mandaxil belgidagi kelgani shu miqdorlarninki tip davaligi. Deydi mana long, inglizcha bu uzun degan gap. Ya'ni ma uzun butun sonni ko'rsatadi. Uzun butun son. Ham programni qo'zg'atsam, yana o'xshashlar bir oladi ekan, shundaqmi? Chunki u uzun butun son deydi. Biroq uzun butun son bilan integerning farqi bor. Integer deydi-ku hozir. Integerning qiymati shunda olganda -32768 dan boshlab plus 32767 ga qiymat oladi. Agar meni 32769 desam nima deydi hozir? Xatolik uchurva deydi. Endi meni 67 ta qilib qo'yaymi? 67 olsak ma doirani ola oladi. Endi agar men meninkini 69 qilib qo'yib programni qo'zg'asam xatolik chiqdi. Endi men mayag longni yozib qo'yaymi? Long programni qo'zg'asam xatolik chiqdimi? Xatolik chiqmaydi. Chunki uzun butun sonning qiymati buningdan cho'ng. Ya'ni uzun butun sonning qiymati -2 milliard 147 million 482 ming 648 dan plus 2 milliard 147 million 483 ming 647 qiymat ola oladi. Ya'ni maningdan nayt cho'ng degan gap bu. Plus qiymat 32767 dan minus qiymatda 32768 dan ortib ketganni biz long orqali ifoda topqizamiz. Ya'ni uzun butun son bo'ladi. Ham buningki qiymat elish doirasi 2 milliard qish bo'lgan ekan, 2 milliard doiradagi sonliq uchurlarni bir taraf qilishda shu longni ishlatamiz. Uzun butun son bo'ladi. xmr its byte deydigan birisi bor. Byte tipliq. Ya'ni 0 dan boshlab 255 gacha oladi. Ya'ni 1 byte, 2 byte, 3 byte degandek. Masalan, endi xmr it deganimiz teng 25 deb yozib tekst birninki teksti desam teng bo'lsa xmr it ga programni qo'zg'atib 25 chiqdi, shundaqmi? Amma men 256 ta qilib o'tay. 255 gacha oldi dedik-ku. Asam xatolik chiqdi. Ya'ni 256 ni ololmaydi. 255 kichik qiymat oladi. Qoldimi? Ham 0 dan tuvan minus qilib qo'yayman. Minus manchalar kichik qilib etmay 1 ni qilib qo'ysanglarmi ololmaydi. Chunki 0 dan yuqori sonni oladi. Masalan, -1 qilsanglarmi ololmaydi mana bu. Minus qiymat olmaydi. Agar mushundaq minus qiymat og'izmaydigan ham 255 kichik qiymat doirasi cheklaydigan bir miqdor belgilamoqchi bo'lsanglar, buni byte orqali cheklaymiz. 255 qaysi xil qiymat oladi? Rang tipida RGB. Rang shakli 0 dan boshlab 255 kichik qiymat oladi. Ya'ni masalan, bunda deyli. Manınğa xmr it qo'shbirman 5. Mana men tinch o'zgargich miqdor qilay, statik tinch o'zgargich miqdor xmr it har qatimda o'ziga 5 ni qo'shib ifoda topsin. Ondan keyin manada tekst birninki back colors deganim teng RGB rang shakli xmr it pesh urib etdim. 120 pesh urib etdim 240 bo'lsin. Rang shaklini mush doirada o'zgartmoqchi men. Rang chiqdi. Bu load yozib qo'yaptik. Mana ko'chirib ilib, nega yozay? Klikga yozay. Klik degan odisiga. Programni qo'zg'atdim. Rang biroz o'zgaryapti, yo'qmi? Oq ko'rinishning rangi o'zgardi. Bu eng yuqori bo'lganda 255 qiymat oladi. Uningdan ortib ketsa xatolik uchur chiqardi. Meni bassam, besib oxirgacha yetkazsam, xatolik uchur chiqadi. Ya'ni 255 da eshib ketib, hozir xatolik uchur chiqadi. Mana mushundaq doirada biz 255 gacha olgan qiymat degan byte tipli qo'ysa 255 gacha qiymat olib, mushunda cheklim chiqargan o'rinliga mushtaq bir ifoda topqizsanglar bo'ladi demoqchi.
Mana tushundingmi? Byte tipliq 0 dan boshlab 255 gacha qimmat oladi. Biz mayada xosliqni so'zlash jarayonida ba'zi xosliqning oqisida true, yana ba'zinikida false deb bog'liqni ko'rdik-ku. Logik tipliq qimmat oladigan narsa ma. Ammo shundaq logik tipliq qimmat oladigan miqdorlarni biz qanday ifoda topamiz? Ya'ni mana biz Borland qimmati deymiz. Borland deydigan bir miqdor ifodasi bor. Masalan, DMAS Borland shundaqmi? Borland. Endi agar A ning qimmati teng bo'lsa, mayar endi nim chiqyapti oyat ananda ifoda topqizib qo'ysam, false bilan true chiqyapti shundaqmi? Yolg'on bo'lsa holda ma'lum bir qimmatni chiqarib bersin desak, masalan, text 1ninki text deganimiz teng okay degan bo'g'in bo'lsin, yoki okay degan xat chiqsin desak, endi f desak programni qo'zg'atgandan keyin tunji qitimda biz hech qanday og'im nisbatan miqdor qimmat bermaganligimiz uchun buning qimmati false deb qaraldi. False deb qaralib nima deydi? Okay deydi. Agar biz mayaga kelib a deganimiz teng true deb belgilab etgan bo'lsak, programni qo'zg'atsak bu yerga hargizmi okay chiqmaydi. Chunki biz mayada a ni nima deb qo'ydik? Rost deb qo'ydik-ku. Logikali qimmat oldi, a ning qimmati rost. Agar a ning qimmati yolg'on bo'lib qolsa, unda text birning ichiga okay ni chiqarib berdik. Bu shundaq vaqtda biz shu logikali qimmat oladigan miqdorlarni ifoda topamiz. Bu yer faqat shu Borland orqali ifodalaydiganimizni tushensanglar bo'ldi. Tushundingmi? Yana birisi obyekt tipliq. Object, ya'ni obyekt tipliq. Bu obyekt tipliq miqdorlar odatda oladigan qimmati obyekt bo'ladi. Masalan, forum man deganimiz teng forum 1 yoki command 1 yoki text 1 degandek shundaq obyektlarni oladi. Obyektlarni. Ya'ni ma'lum bir miqdorga nisbatan ma'lum bir obyektni bermoqchi bo'lsak, mushkil narsalarni objekt tipli qilib aniqlaymiz. Oxirgi birisi bo'lsa variant tipliq. Dem o'zgar as variant deb qo'yay. Variant tipliq. Ham bu variant tipliq deganimiz o'zgarishchan tipliq. Mushuning ichidagi variant tipliq og'ini ustidagi xohlagan birisiga qimmatiga asosan o'zgarib ketalaydi. Masalan, o'zgarninkini xohlagan bir turni bersam bo'ladi. Yoki ISP da ko'p qo'llanadigan torbet laylash program tili, ISP da ko'p qo'llanadigan narsa, ya'ni shu torbet laylash program tili ISP ning variant tipliqlar miqdori bor. Boshqa tipliq miqdor bo'lmaydi. Ham u qimmatiga asosan masalan o'zgar deganimiz teng 120 degan bo'lsam, qimmatiga asosan men hozir son og'il turibdiman, son tipliq ekanman deb o'zgarib ketalaydi. Yana agar o'zgar deganim teng rost deb berib qo'ysam, demak o'zgarib ketalaydi. Bu o'zgarishchan tipliq bo'ladi. Shunga variant tipliqlarni o'zgarishchan tipliq deb ataymiz. Miqdorlarni ishlatgan vaqtimizda odatda miqdorlarningki shu halqiliq so'zningki alohida belgilari bo'ladi. Navbatda biz so'zlagan shu miqdorlarningki 6siningki alohida belgisi bor. Buning ichida birisi butun son. Odatda men bir butun son tipliq miqdor o o'zgarishchan miqdor deb yozmoqchi bo'lsam, dm a% deganim butun son ekanligini ko'rsatadi. Dm a% deganim butun son ekanligini ko'rsatadi. Agar men uzun butun son tipliq bir miqdorni aniqlamoqchi bo'lgan bo'lsam, u holda buning orqasiga ulash belgisini qo'yib qo'yaman. Masalan, dm b ulash belgisini qo'yib qo'ysam, bu uzun butun son ekanligini ko'rsatadi. B ning oladigan qimmati uzun butun son ekanligini ko'rsatadi. Bu xuddi dm b as long deb yozganimiz bilan o'xshash. Agar men taq to'g'riliq haqiqiy sanlamoqchi bo'lsam, masalan, dm c as single deb yozmoqchi bo'lgan bo'lsam, buni o'xshashlam dm c undash belgisi qilib yozishimga bo'ladi. Bu o'xshashlam taq to'g'riliq haqiqiy san. Ham qo'sh to'g'riliq haqiqiy san bo'lsa, dm d quduq belgisi, dm d quduq belgisi. Quduq belgisi orqali men qo'sh to'g'riliq haqiqiy sanni aniqlab kelaman. Agar pul tipliqni ifodalamoqchi bo'lsam-chi, bu holda alfa belgisi bilan ifodalayman. Masalan, dm x alfa bu pul tipliq ekanligini ko'rsatadi.
xarakter tipliq ekanligini ifodalamoqchi bo'lsam-chi, u holda dm xmr it dollar. dm xmr it dollar. Dollar belgisi navbatdagi shu miqdorninki xarakter tipliq, ya'ni xarakter tizimi tipliq ekanligini ko'rsatadi. Miqdorlarda agar mushildikdek belgi kelib qolsa, buning bek qo'qab ketishning o'rni yo'q. Persent belgisi butun son tipliq ekanligini, ulash belgisi uzun butun son tipliq ekanligini, undash belgisi taq to'g'riliq haqiqiy sonligini, quduq belgisi qo'sh to'g'riliq haqiqiy sonligini, alfa belgisi pul tipliq ekanligini, dollar belgisi bo'lsa xarakter tizimi tipliq ekanligini ko'rsatadi. Birdan ortiq miqdorlarni birlik urg'i aniqlashga bo'ladi. Biz buni oldin qitimda deb o'tib ketdik. Birdan ortiq miqdorlarni bir qurg'i aniqlashga bo'ladi. Masalan, dm xmr it ulash belgisi bo'lsin. xmr it ulash belgisi bo'lsin. Bir pesh urib o'tgandan keyin bo'lsa, miqdor deganimizning orqasiga undash belgisini qo'yib qo'yaylik. Bu ikki miqdorni aniqligimiz to'g'ri hozir. Mushundaq ikki miqdorni aniqlagan vaqtimizda o'zaro pesh qo'yib qo'yamiz orasiga. Pesh qo'yib qo'yamiz. Ham bu xil miqdorlarni aniqlaganligimizdan keyin to'g'ri ekanligini qanday bilamiz? Tavsa xmr it ga men qiymat berib qo'yay. xmr it deganim tang xarakter tizimi berib qo'yay. Oyada men ulash belgisini qo'yib qo'yapman-ku. Ulash belgisi taq to'g'riliq haqiqiy sonni ko'rsatdi. Tavsa men bu yerga xarakter berib qo'yay. Xohlagancha bir xarakter berib qo'ydim. Programni qo'zg'atsam bu yerda xatolik chiqadi. Chunki mening aniqlashim to'g'ri bo'lganligi uchun xatolik chiqadi. Ham buningga son bersam bir qator sonlarni bersam, programni qo'zg'atsam, o program normal ijro bo'ladi. Chunki buning oldig'ini taq to'g'riliq haqiqiy son, oqsining oldig'ini qo'sh to'g'riliq haqiqiy son. Unda bo'lsa bu ikkisiningki olilgan qiymat doirasi qiymat berishimiz kerak. Birlik urda miqdorlarni aniqlagan vaqtinglarda oraliqqa pesh qo'yib qo'ysizlar. Onundan boshqamish miqdorlarning ichida, ya'ni miqdorlarningki qaysi tiplik ekanligini bir qarabdan program ichida bilish uchun, ya'ni bir qatim aniqlab qo'ygandan keyin boshqa o'rinda ishlatganda bilish uchun qisqartirilma so'z berilgan. Masalan, byte tiplik bir miqdorni aniqlamoqchi bo'lsak, qanday aniqlaymiz? Boolean tiplikni aniqlamoqchi bo'lsak, qanday aniqlaymiz? Init tiplikni aniqlamoqchi bo'lsak, qanday aniqlaymiz? Yoki ismni qanday beramiz deyilgan. Buningga maxsus qisqartirilma ismlar berilgan. Masalan, men dm orqali xmr it degan bir miqdorni aniqlamoqchi bo'ldim. Butun son tiplik qilib. Endi bu miqdorni bu yerda aniqlab qo'yib, ostdan qurlab tushgandan keyin men xmr it ni ishlatmoqchi bo'lsam, buning qanday miqdor ekanligini bilmay qolish ehtimolligim bor. Yoki bir vaqtda o'xshash ismniki bir, masalan, xmr it, masalan xrm it mushundaq miqdorlar kelib qolsa, qaysining qanday miqdor ekanligini bilmasligim mumkin. Shunga ism qo'yganda bu miqdorlarning ismiga diqqat qilamiz. Masalan, butun son tiplikni aniqlamoqchi bo'lsak, dm init xmr it as integer. Bu bir butun son tiplik miqdor ekanligini ko'rsatadi. Agar byte aniqlamoqchi bo'lsam, dm xmr it as byte. Bu bir byte tiplik miqdor ekanligini ko'rsatadi. Masalan, booleanni aniqlamoqchi bo'lsam, dm bln xmr it as boolean. Yana uningdan boshqa dm long tiplikni aniqlamoqchi bo'lsam, ling xmr it. Bu bir long tiplik miqdor deb ifodalab ketsam bo'laveradi. Buni demak bu yerda ko'rilish uchun yozdik. Biroq programning keyingi bosqichlarida biz xohlagan vaqtida shu oldiga shu belgini qo'yiblar, long tiplik miqdordan bir sifatida deb ishlasak bo'laveradi. Bu shu oldiga yozilganning hammasi miqdorlarningki ism qo'ygan vaqtidagi qaysi tiplik ekanligini qarta qo'ydigan qisqartirilma ismlari. Mushundaq bir xil ism bekitilgan. Ham biz buni mushundaq ishlasak, programmer masalan bir top uchun programni tuzayotgan vaqtimizda programning o'qishchanligini ashug'ul bo'ldi. Ya'ni qarshi taraf yoki biz programni o'tkazib beradigan ikkinchi mashg'ulotchi yoki texnik mashg'ulotni qiladigan bir programmer yoki tekshirish mashg'ulotini qiladigan bir programmer bizning shu miqdorlarimizdan xohlagan yerda ko'riblar, vnt keldi bu variant tiplik ekan, obj keldi bu object tiplik ekan deb shu miqdorlarni ayirib ma'nolaydi. Miqdorlarga qimmat bergan vaqtimizda cho'qim uning qimmat elish doirasidan olqib ketmasligimiz kerak.
Agar alqib ketsak, o holda xatolik yuz berdi. Masalan, dem init xmr it as integer dedim. Butun son oladi deb. Butun son oladi deb men eklab, bu yerda init xmr it deganimiz teng 0.121 deb yozib qo'ysam, men navbatki miqdorning qimmat elish doirasidan olqib ketgan bo'laman. xmr it deganimiz init xmr it deganimiz butun son oladi 0.121 ni ason deganim bu. Mush parsonni basam alla eppaqini deganga bilan o'xshash gap bu. Yani bu yerda bizning belgimiz 0.121 parçasan. Init xmr it bo'lsa butun son oladi. Shunga buni masalan agar bir o'ringa urib chiqarmoqchi bo'lsak, mening caption deganimiz teng init xmr it deb yozib qo'ysam, programning qo'zg'atgan vaqtida bu yerga 0 chiqadi. 0. 0.121 ni olmaydi u. Chunki buning butun son qismi 0. Agar men 51 bo'lsa, programni qo'zg'atsam, ham 1 chiqadi. 0.15 dan yuqorilab ketdi, buni butunlab 1 qilib oladi. Chunki init xmr it nima oladi deb butun son olgan narsa. Masalan, dem str xmr it as string deb qo'yaylik. String deb qo'ysam, bu yerga kelib, men buningga ma'lum bir son qiymatini bersam, uni xarakterga aylantiradi. Ba'zi bir xil mushtaq miqdor tiplari aylantira oladi. Masalan, parçasonni butun songa, odatdagi sonni xarakterga aylantirib o'tadi. Ammo yana ba'zilari aylantira olmaydi. Aylantirish imkoniyati bo'lmaydiganlar bo'ldi. Masalan, elib aytaylik, men mushu butun programmada xmr it teng deb bu yerga xarakter yozib qo'ydim. xmr it ni ason. Bu chaqda bu xmr it deganimiz butun son oladi, init xmr it deganimiz. Men bu yerga xarakter berib qo'ydim. Bu buni butun songa aylantira olmaydi. Programni qo'zg'atsam xatolik yuz berdi. Shunga miqdorlarga ism qo'yish, ham shuningdek miqdorlarga qimmat yo'llashda diqqat qilishimiz kerak. Bo'lmasa o'xshash bo'lmagan avarchilik qilamiz. O'xshash bo'lmagan xatoliklarga yoki bo'lmasa shuningdek ba'zi bir avarchiliklar qilib qolamiz. Oldingi darsda forumninki hodislarini asos jihatdan so'zlab bo'ldik, so'zlashga tegishliklarini. Bugundan boshlab VB'ninki grammatika bo'ligiga o'tib ketdik. Grammatika bo'ligida VB'ninki grammatikasi jumla, ondan keyin ifoda degandek ba'zi bir narsalardan tarkib topgan bo'ladi. Biz program rayini qo'shib chekkandan keyin mush o'ringa odatda ko'pincha ifoda orqali ma'lum bir narsani ifodalab beramiz. Endi bu ifoda degan nima degan vaqtimizda ma'lum bir miqdor yoki ma'lum bir jumlaning jarayoni orqali bir narsani ifodalab beradigan narsalar. Masalan, a deganim teng 10 desam, a ning 10 ga teng ekanligini ifoda qilib beryapti-ku. Mushunga o'xshash narsalarni biz ifoda deymiz. Endi bu ifodaning ichida miqdor deydigan bir hukm bo'ladi. Miqdor. U miqdor deganimiz biz oldingi qatimni qisqa so'zlab o'tib ketdik. Dem a as integer deb. Buningdagi a miqdor ekanligini ko'rsatadi. Mush bir butun ikki qora jumlada mundaq narsalar bor. Dem deganimiz o'zgargich miqdor, a deganimiz miqdor, as deganimiz halqiliq so'z, integer deganimiz butun son deganini bildiradi. Demak, navbatdagi a bir o'zgargich miqdor, u butun son oladi deganni ko'rsatadi ma bir jumla. Davos a deganimiz teng 10 deganimiz bir ifoda. Ya'ni a ning 10 qimmat oladiganligini ifodalab berib kelyapti. Ham bu a deganimiz miqdorda, ifodadagi teng deganimiz amal belgi bo'ladi. Amal belgi. 10 deganimiz qimmat bo'ladi. Ya'ni mush ifodadagi a degan miqdorning qimmati bo'ladi. Unda bo'lsa men yana oldingi soat so'zlagan miqdorlarning qurilmasini bir qisqa tushuntirib o'tib ketay. Birinchisi dm xmr it as integer degan bo'lsam, navbatgimiz bir qur programmada xmr it deydigan bir o'zgargich miqdor qurdik. Bu o'zgargich miqdorning qimmati nima oladi? Butun son oladi deganni bildirdi. Endi men agar buningga xmr it deganim teng 0.125 deb qimmat berib qo'yib, buni forumga caption'ga chiqarib qo'yay. Forum 1ninki caption deganim teng xmr it deb. Mana shu uch qur programmada mundaq narsalar bor. Birinchi qursi tabiatni deb o'tganga o'xshash bir o'zgargich miqdor qurdi. Ikkinchisi bir ifoda shundaqmi? Ya'ni qimmat yo'llash ifodasi ma bu.
qimmat yo'llash ifodasi. Ya'ni 0.125 degan qimmatni xmr it degan miqdorga yo'llab beryotdi-ku. Qimmat yo'llash ifodasi bo'ladi. Form 1 ning caption deganim tang xmr it deganim bu ham o'xshash. xmr it ning qimmatini captionga yo'llab beryotdi. Bu ham qanday ifoda ekan? Qimmat yo'llash ifodasi. Programni qo'zg'atsam 0 deb chiqdi. Chunki biz mayada belgilab qo'ydik. Ya'ni xmr it as integer deganimiz butun sonda, shundaqmi? 0.125 butun sonmi? Butun son emas. Ham butunli bitay desa bu 0.15 ga to'shmaydi, shundaqmi? To'shmaganlik uchun buni 0 deb qimmat qarab butun son qimmatini deb berdi, 0. Agar bu 0.16 bo'lib qolsa necha chiqadi hozir? Programni qo'zg'atsam 1 chiqadi. VB'da yana mundaq bir narsa bor, grammatik bilgida ifoda deydigan. VB'da ifoda 4 xil turga turlandi. Ya'ni birisi qimmat yo'llash ifodasi. Masalan, oddiy qilib aytsam, tekst 1ninki teksti deganim tang 120. Ammo yerda bir ifoda shakllandi. Ifodaladim-ku, hozir men tekst 1ning tekstining nima ekanligini bir ifodalab berdim-ku. Bu yerda demakchi, men 120 tekst 1ning teksti bo'ladi demakchi. Ham 120 ni nega yo'llab berdi? Tekst 1ning tekstiga. Demak, qimmat yo'llash ifodasida doim biz kompyuterga qarab turgan vaqtimizda o'ng qo'limizdagi qimmatni so'l tarafdagi o'ringa yo'llab berdi. Buni biz mushundaq kelgan narsani qimmat yo'llash ifodasi deymiz. Qimmat yo'llash ifodasining faqat va faqat birla amal belgisi bor. U bo'lsa tang. Ya'ni yo'llab berdi 120 ni tekst 1ning tekstiga. Qimmat yo'llayotdi-ku. Qimmat yo'llash ifodasi bo'ldi. Ya'ni ko'rsatilgan qimmatni ko'rsatilgan o'ringa yo'llab berishni ustiga oladigan ifodalarni biz qimmat yo'llash ifodasi deymiz. VB'da doim qo'llanadigan bir amal belgi bor, ya'ni belgi. Bu xarakter tizimining belgisi. Xarakter tizimining. Xarakter yoki xarakter tizimining. Bundaqda biz kirgizilgan uchurlar bilan xarakterni yoki xarakter tizimining qanday qaraymiz deydigan masala. Buni biz inglizcha ust pesh orqali qaraymiz, ya'ni. Ikki qo'sh pesh orqali. Bu xarakter tizimininki yoki xarakterning belgisi. Mushning ichiga yozilgan har qanday bir narsa xarakter yoki xarakter tizimisi bo'lib keladi. Masalan, str xmr it deganim tang deb shu belgini yozgandan keyin ichiga uchur yozsam, qolgancha yozsam, bu bir xarakter tizimisi bo'ladi. Xarakter tizimisi. Agar bir tal olsam, bu bir xarakter bo'ladi. Mushu belgi ichiga kelgan har qanday bir narsa xarakter yoki xarakter tizimisi bo'ladi. Shunga biz buni xarakter belgisi deymiz. Biz ifodaning nima ekanligi va ifodaning bo'linishi haqida dars so'zlab bo'ldik. Endi biz bu yerda munosabat ifodasining nima ekanligi to'g'risida so'zlaymiz. Munosabat ifodasi deganimiz munosabat amal belgilari bilan tuzilgan. O'zaro ikki narsaning munosabatini ifodalab keladigan ifodalarni biz munosabat ifodasi deymiz. Masalan, programning orasida agar a cho'ng bo'lsa 10 dan, bu holda yoki agar xmr it kichik bo'lsa 20 dan, bu holda degandek mana mushuning o'xshash. Ya'ni cho'ng kichiklik munosabatini yoki tanglik munosabatini, o'zaro ikki narsaning munosabatini ifodalab kelgan ifodalarni biz munosabat ifodasi deymiz. Bundaqda mash munosabat ifodasini o'zaro tuzadigan amal belgilar qaysi? Munosabat ifodasini tuzadigan amal belgilar bo'lsa, cho'ng, kichik. Masalan, cho'ng, kichik, tang, cho'ng yoki tang, kichik yoki tang. Cho'ng yoki tang, kichik yoki tang. O'zaro tang emas. Tang emas amali. O'zaro tang emas, moslashmaslik. Ya'ni o'zaro xarakter tizimisining o'zaro mos kelmasligi. Mana shunga o'xshash amal belgilardan tuzilgan bo'lsa, biz buni munosabat ifodasi deymiz. Cho'ng, kichik, tang, cho'ng yoki tang, kichik yoki tang, tang emas, moslashmaslik qatorliq mush bir qancha amal belgidan tuzilgan ifodani biz munosabat ifodasi deymiz. Mushu bir qancha amal belgi munosabat ifodasining amal belgisi, ya'ni munosabat ifodasini tuzguchi amal belgi bo'ladi. Ham qimmat yo'llash ifodasi deganimiz qaysi? Qimmat yo'llash ifodasi deganimiz ma'lum bir miqdorga qimmat yo'llash uchun ishlatiladigan ifoda yoki qimmat yo'llash amal belgisi orqali tuzilgan ifoda. Ya'ni berilgan qimmatni yo'llab berish uchun xizmat qiladigan ifodani biz qimmat yo'llash ifodasi deymiz.
Masalan, A deganimiz tang 20. Yani A'ga 20 ni yo'llab beryapti. A tang 20. 20 qimmat oladi deb. Masalan, eksimerayt deganimiz tang 35. Muxtar deganimiz tang xarakter. Bu yerda selishtirma o'tadi. Ya'ni qimmatni yo'llab beryapti. Tanglikninki o'ng tarafidagi qimmatni so'l tarafdagi miqdorga yo'llab beryapti. Demak, bu qimmat yo'llash ifodasi bo'ldi. Qimmat yo'llash ifodasining amal belgisi qaysi endi? Qimmat yo'llash ifodasining faqat va faqat birla amal belgisi bor, u bo'lsin tang. Ya'ni qimmat yo'llash ifodasida tang orqali qimmat yo'llanadi. Qimmat yo'llash ifodasida tanglikninki o'ng tarafidagi qimmat so'l tarafdagi miqdorga yo'llanadi. Bu esingizda bo'lsin. Ya'ni tanglikning o'ng tarafidagi qimmat. Masalan, tekst 1ninki teksti deganim tang, tekst 2ninki teksti desam, tekst 2ning ichiga kirgizilgan narsa tekst 1ning ichiga yo'llandi. Hargiz tekst 1ning ichiga kirgizilgan narsa tekst 2ning ichiga yo'llanmaydi. Qimmat yo'llash amalininki o'ng tarafidagi narsa so'l tarafdagi obyektga miqdorga yo'llanadi. Tang qimmat yo'llash amali. Logikalik ifoda deganimiz nima? Logikalik ifoda deganimiz logikalik amal belgilar orqali. Ya'ni logikalik amal belgilar orqali tuzilib, logikalik analiz qilib berilgan ifodalar. Masalan, rost yolg'on araydigan ifodalar. Mana bunday ifodalarni biz logikalik ifoda deymiz. Masalan, agar A tang 10 endi B tang 20 bo'ldi. Bu yerdagi A tang 10, B tang 20 deganimiz munosabat ifodasi. Endi bu ikki munosabat ifodasini birli vaqtda endi orqali bilan deb olib kelsak, bu cho'ng tipdan ilib aytganda logikalik ifoda bo'ladi. Ya'ni A tang 10 bilan B tang 20 birli vaqtda yuz bersa degan shartni qanoatlantirish uchun and degan logikalik ifoda amalini qo'llanamiz. Bu yerdagi and deganimiz logikalik ifodaning amali. Ham logikalik ifoda deganimiz mana shunga o'xshash logikalik amal belgilari bilan tuzilgan logikalik analiz qilib beradigan ifodalarni biz logikalik ifoda deb qaraymiz. Ham logikalik ifodalarning ichidagi amal belgilaridan bo'lgan birinchi amal and bilan. Men buning uchun avval ikki miqdor to'g'zay dm xmr ayt, ya'ni bo'rilan tipliq bln x bln y deb ikki miqdor to'g'zay as bo'landi bo'lsin. Agar bln x tang true and bln y deganimiz tang ras bo'lsa, u holda har ikki qimmat ras bo'lsa, u holda emaschi bokkes keldi. Undaq bo'lmasa emaschi bokkes mavjud emas. Mavjud emas deb shartni oxirlashtirdim. Bu yerda biz ikki dona logikalik miqdor haqida analiz qilib beryapmiz. Ham da'vatimizki har ikkisi rost bo'lsa, ya'ni bln x rost bo'lsa, ham bln y rost bo'lsa, u holda. Bu yerdagi andning ma'nosi ham yoki bilan. Birli vaqtda ikki shartni oladi. Ikki narsa ustida analiz qilib berdi. Ham birli vaqtda har ikkisining mavjud bo'lishini talab qiladi. Agar ikki ifodadan birisi rost bo'lsa, chiqargan qimmati yolg'on bo'ladi. Agar har ikki ifodaning ichidagi ikkilisi yolg'on ifoda topsa, chiqargan qimmat yana yolg'on bo'ladi. Agar har ikki ifoda rost qimmat topsa, o'chog'i chiqargan ifodasi rost bo'ladi. Demakchi, agar ishxonaga ikkingiz biroqli kelsangiz, men dars so'zlayman. Ikkingizdan birisingiz kelmasangiz dars so'zlamayman. Ikkingizda birli vaqtda har ikkilangiz kelmasangiz albatta dars so'zlaydigan odam yo'q, yana o'xshash dars so'zlamayman.
Bu yerdagi bilan har ikkilisining teng mavjud bo'lishini shart qiladi. Andin tushundinglar, mayat andini. Or deganning ma'nosi nima edi? Yoki edi. Ya'ni yoki deydi. Bu yoki degan mundaq degan gap. Ya'ni tekst birning teksti o'shga teng bo'lsa, yoki tekst ikkining teksti eksimir aytiga teng bo'lsa, deydi. Yoki deydi mayada. Demakchi, bugun darsxonda yo Nurmamat bo'lsa, yoki Muhammadjon bo'lsa, ikkisining birisi bo'lsa darsini so'zlayverma deb niyat qilib kelgan bo'lsam, ikkalingdan birisini bo'lsa darsini so'zlayverganga o'xshash. O'shga teng bo'ldi. Aqs eksimir aytiga tengmi? Teng emas. Soatni chiqariverdimi? Ma aqs minut qaranglar, minut qaranglar. Ma'u xato qilib qo'ydim. Mani eksimir aytiga teng qilib qo'ydim. Ikkisidan birisi to'g'ri uchun o'zgartdim, soatni yana chiqadi yangilab. Endi yangilimidi shundaqmi? Yoki'da ikki qimmatga qarta tekshirish olib bordi. Cho'qim bu ikki qimmatning birisi mavjud bo'lishi kerak. Har ikkilisi mavjud bo'lsa yaxshi. Masalan, 12 XMR IT deganimizning ikkisidan birisi bo'lsin bo'ladi, ikkilisi bo'lsin bo'ladi demakchi. O'zgartda ikkilisi teng mavjud bo'lsa-mi, ikkilisining qimmati rost bo'lsa-mi, to'g'ri. Ikkisidan birisi bo'lsa-mi, to'g'ri. Yani qaysi bo'lsa birisi bo'lsa kifoya. Agar har ikkilisi bo'lmasa dars so'zligi bo'lmaydi. Quruqtamga dars so'zlamaymiz tabii. Demak, ikkilisi mavjud bo'lsa texi yaxshi. Birisi mavjud bo'lsa, umi bo'ladi. Endi har ikkilisi mavjud bo'lmasa, bunda qimmat ifoda topmaydi. Yoki'da. Men tushundingmi? Not. Agar not tekst birninki teksti teng bo'lsa, XMR aytdi. O holda tekst ikkininki teksti deganim teng bo'lsin. www.xmr aytdi. Enda F. Not endi emas dedik-ku. Agar tekst birning teksti XMR aytdi emas bo'lsa, o holda tekst ikkining tekstiga XMR aytdi .com deganni yo'llab biring, shart oxirlashsin. Programni qo'zg'atdim. Hozir ma xarakter ilyotdi-ku. Mening qimmatim xarakterga bassam, mayag XMR aytiga teng bo'lmaganligi uchun, mayada nim deb berdi? XMR aytini mening yo'llab berdi. Agar mening teng bo'lib qolib qolsa, hozir not degan bo'lmasa degan gap qo'y. Mayaga yana bir qor program yozay. Undaq bo'lmasa, tekst ikkininki teksti deganim teng bo'lsin. Tekst birninki tekstiga. Ma'vo qimmat yo'llash ifodasi-ku. Ma'ni qimmat yo'llash ifodasi, biz mayat topqizgan ma ifoda bo'lsa, yani logikalik ifoda. Programni qo'zg'atdim. Birinchi qor programdagi ma'vo agar tekst birning teksti XMR aytiga teng bo'lmasa, o holda degan shart hozir uyg'unmi, uyg'un emasmi? Uyg'un, chunki tekst 1 deganimiz XMR aytiga teng emas degan not emiliga, ya'ni not degan gapga uyg'un. Uyg'un bo'lganligi uchun uning ostidagi jumlani, ya'ni uyg'unlikning ostidagi jumlani ma'ningga tekstga yo'llab berish kerak, shundami? Chekdim, yo'llab berdi. Endi agar XMR aytiga teng qilib qo'ydim. Endi uyg'unmi ma'ningga? Uyg'un emas. Not degan, ya'ni XMR aytiga teng bo'lib qolmasin deb tursa, biz tekst birning ichiga XMR aytini kirgizib qo'ydik. Unda o tekstning ichiga, ya'ni oldidagi www chekit bilan oxirgi chekit.com ni elib deb, ya'ni mo'shningni qancha bo'lsa mana shu yo'llab qo'ydi, shundaqmi? Yo'lladimi? Yo'lladi. Demak, notni tushundingmi? Ya'ni ta'tirsini qiladi. Silqib berganning doim ta'tirsini qiladi. Rost bo'lsa yolg'on, yolg'on bo'lsa rost, ko'ringan bo'lsa yoshirin, yoshirin bo'lgan bo'lsa ko'ringan, bor bo'lsa yo'q, yo'q bo'lsa bor ashtal qiladi. Buni ashxil aloyidligidan foydalanib biz o'zimizga xizmat qildiramiz degan gap.